亲爱的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季Altın Güher丝绸之路之声，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli baholovchi ustozlar, ham shundaqla qizg'in tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Ürümçi Radyo Televiziya stansiyasi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya to'g'ri universal san'at programmasi 6-qaror Altın Güher Yipak yo'li sadosi. Navbatda sahnamizda ilib boradigan bosqichimiz bo'lsa, 2-bosqich Beyga. Men riyosatchi Nijat Bariyaqub. Aydidin köke biqib sen zuhluğunu Men birey köktün sana aynı yolu Aydidin köke biqib sen zuhluğunu Sen küke tenha ay bulur Günde aşıklar üçün ay bulmasa Sen çıkam sen küke tenha ay bulur Oy oy sen çıkam sen köke tenha ay bulur Oy oy sen çıkam sen köke tenha ay bulur Qarab o'ttasam o'zini siz oldi-ki bu. Eser çıkıdı yüzünü siz sayesinde. Muşu basqışımızda amdalığı 101'lik tegişlik bo'lmagan udargı kiremmeslik, udardan keçiş, avazladık ançı-munçı uyan teyini iştigeller. Keyin teppelişlergacha o'xshash Keyin onu teppelişlere jutturib qo'yib, teppelişlerini tatib, bek o'xshab ketdi ishkilelerni. Mening bu bayım ustozlarga o'xshash balkim bakrak chitlishib qolgan deb o'ylab qoldim. Siz hozir shu bahoga chiqib bo'ldingizmi? 50'likten. Yanlış hareket. Mal çakçaktık kettim. Burada bir digine Kayıt dilimizmiş kettim. Benim digente. Meni ama baharım ustozlarga o'xshash degan siz hozir shu bahoga chiqib bo'ldingizmi? Chiroyli Aygul muallim, sizni oxirgi olib qo'yishimizdagi sabab cho'qim o'xshamaydigan bir tavsiya bor. Muallim. Toshmamat muallimimiz sizdan yaxshi tavsiyalarni olmagan. Siz bir rostchilik bilan bir tavsiya bersangiz. Bulağımı qaylıqım açdı. Xilamda murakkabga benziyor. Tirishibdi. Tirishibdi bu balla. Hakikaten tirishibdi. Balkim o'zdirmami bugungi ahvoliga nisbatan tushuncha oz-to'la paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yerda hech bir ranjish olmaydi, shundaymi emasmi? Qanday ustoz? Mening oxirgi qarorim Ershki mahir keyingi o'quvchilarga fursat bersa degan umiddaman. To'lima afsus. Ustozning qarorini hurmat qilamiz. Bo'lsa texim yaxshi fursatlarda, texim katta sahnalarda sizlarni ko'rishni orzu qilamiz. Yurak so'zinglarni bir yig'izdan anglab olsak, rahmat sizlarga. Ko'pchilik ustozlarga intayin rahmat. Gerçi bunu ketkizib qo'yganimiz o'zimizga bek ro'shan bo'lsa-mu, ammo ko'p tirishdik. Etrafda aytmagan yerimiz qolmadi naqshida. Hayotni shu yag'bishimizni qilib aytib baqdik. Baribir mushu fojiadan qutulamiz. Xatoligimizni e'tirof qilamiz ammo. Alamat. Ko'pdan ko'p rahmat Toshmamat muallimga. Bizlar yaqinda birga bo'ldi, ko'p jafolarni chekdi, ko'p araj tatdi. Rahmat. Bular inimiz ve
Taşımmet ustazımız köpçe falan çekti. İntayın rahmet. Büyük rahmet. Rahmat. Ben Ahmet'in direkt Nicat, Kudakmış okuvchilarım içinde nait sapalı, her qandaq akıbetini doğru ip getirelaydigan muştaq bir okuvchilarga ustaz bo'g'inimdan men bu qitim intayın xursand bo'ldim. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Jafo tortdinglar. Rahmat. Jafo tortdinglar. Rahmet. Manga birinchi bosqichda o'rinliq aylantirib, ikkinchi qitim yana mushu sahnada bir naqsh etilish fursat bergan Toshmamat Botir ustozimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat ustoz. Hoş oldunuz mu? Ben hoş oldum. Chin yuragimdan rahmat aytaman. Salomat bo'ling ustoz. Bundan keyingi ishlaringizga texnik o'rnak tilayman. Rahmat. Rahmat. Buldu. Undaq bo'lsa, mayırlarımızdan texmi yaxshi holatda keyingi musobaqalarimizga tayyorlik ko'rishini umid qilamiz. Sizlarni texmi go'zal sahnalar kutamiz. Marhamat. bilan İbrahimcan. Şu ikisi de fikir düştü hazır İbrahimcan ikisi. İkisini Nicat'ın deyin matraplardan alaydı gibi şükür. İbrahimcan'ın özgü has avazda orundaş maharetleri bağı. İkisinin yaxşı neticeye erişini ben ümit kılma. Cümleden biz ümit kılmaz. Ahırda İbrahimcan ve Nicat'lağa Utuq tilaymiz. Yaxşı neticeler yar bolsun. 21 yıllık taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Atik iliq tug'ilgan kuni boramdiq. Barimiz endi Barli. Bamsaq set turdi shuna. Odash levsur qo'nran gejib chiroyli ko'zam tushdi juma. Hey mama. Hey adash. Bu levsurqum Altungərning levsurqi ma yüzümdiki maymi şu qaş qalam ko'zgirmamiz şu markananki. Şoň altındyk faqira ketdim digine. Şundan chista ketdik. Bila berip itkilemni qamsa. Sen alamsan? Men malak. Chiroyli qilib kelsan ko'ramay qolamanmi? Maqulamiz ketdik. Bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame, bésame mucho, quítame conmigo a perderse. Perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame mucho, quítame conmigo a perderte después. Quiero tenerte más cerca, ver a tus ojos, verte junto a mí. Pensa que tal vez mañana noche estará lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si
igual esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Gitsen conmigo perderte después. Bésame, bésame mucho. Gitsen conmigo a perderte después. Gitsen conmigo a perderte después. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemakli chek sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Aqtafka qo'saq bek açtı. Oshxonaga kirib dik lag'mandaq birini qilib chiqmamizku. Voy aka, nima deysan? Men tamoq ishni bilmasam. Voy nima deydigansiz? Men cho'ng ustamning tetutqus bor deyman buni. Vo. Mushni o'ngilama shu. Gulgul kettirib o'tsa tamom. Vo, payzikami. To'xta, ha? Hozir qilay.万水千山不枉来时路，鲜血浇灌出花开的国度，生死相依只为了那一句承诺，报答你是我唯一的倾诉，树高千尺更深在沃土，你是大地给我万般呵护，生生不息只为了那一份托付，无惧风雨迎来新日出，你是我的一切，我的全部，向往你的向往，幸福你的幸福，不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路，你是我的一切，我的全部，向往你的向往，幸福你的幸福，不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路。
要千尺更深在我土。你是大地给我万般呵护，生生不息，只为了那一份托付。无惧风雨，迎来新日出。你是我的一切，我的全部，向往你的向往，幸福你的幸福。不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路。你是我的一切，我的全部，向往你的向往，幸福你的幸福。不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路。万水千山最美中国道路。Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamış karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək pay çək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayıl və mayıl qılan altın gühər və ay gühər terasıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrə sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam yeməklik çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamcı karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək pay çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalat qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Tantərbiyə bilan sənətni birga elib meniyotgan Şinjan tush cəmiyyəti bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kilovatkan, süpet ve pasun cihatta hanım kızlarının alqışıga hem etiraf qilishıga erişivatkan 18 yıllık tarixiga dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Qadrli ko'rman do'stlar, hurmatli yetakchi ustozlar, bizning 2 nafar mahirimiz bu sahnada o'xshamagan uslubdagi, o'xshamagan tildagi chiroyli 2 naqshini bizga hadiya qilgan bo'ldi. Tavsiyalar qanday bo'ladi ekan oxirida bu sahnadan keyingi bosqichga kim ulindi ekan? Hammamiz betaqatlik ilikida taqozo bo'lgan minutlarimiz yetib kelyapti. Qani undaqda navbatda birlikda tavsiyalarga quloq solaylik. Komil. Aldı bilan dunyoviy naqshlar bo'lgan bir naqshni anıldık. Keyindan yangi zaman, yangi davr kuylangan naqshdan hammamiz yodi bo'lgan. Shundoq. 2 naqshni anıldık. Bir-biridan chiroyli aytildi. Ayb nuqsonsiz meni Tashmamat aka mushkili balasini ep qolsa ularniki deb tavsiya qiliblar. O'tirolay debmandiki qaysi tavsiya berishni bilmadim. Ishkili shunday yaxshi. Xo'sh. Endi men balki bizning tavsiyalarimiz yana ustoz Qaran chiqirdi. Nijatni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Bu naqshaga nisbatan yani Nijat etgan bu naqshaga nisbatan Aygül muallim bir qadar tunishliqdek his qilma. Bu mening o'zimning shaxsiy tuyg'urim. Aygül muallim siz kimni yaxshiroq etdi deb o'ylaysiz? Ikkilaylan o'zininki haqiqiy bir xosligini namoyon qildi ikki asarda. Biraylan xalqaroda butun dunyoda shundoq yaxshi ko'rilib anglanayotgan Bezami Mucho degan naqshini aytdi. Ma'nisi söygü degandekchi. Meni so'ysang degan ma'noda. Meni so'ysang, söygü degandek. So'ysang agar bugun so'y yarim deganda. At so'ysang bu chiroyim yo'q. Bu söygü herkeslikki kichik bir söygü emas. Bu aş bek chuqur büyük söygü. Bek chuqur, yuqoriroq söygü. Chaqrak söygüroq bir naqshga. Shuni asos qilgan naqshida. Endi bu Wang Chushinmi bizning mamlakatimizda çoğ sahnelerinin hemmisi o'rindilayotgan shundoq güzel bir asar. Xuddi Abay ufqimiz aytayotgan vaqtda men o'zimni shu taydikidek his qildim. Bu naqshini men meyshan holatimi aytgan, ha?
Nurgun etkan nusqasını anladık. Meşin nusqası mı ba, tonsu nusqası mı ba? Aşı taşın yen çulana emesti ba da bu naqşa. Kelip chiqishi amebab uslubda kelip chiqib, keyin meşandım aytilgan jiqlışlar var. Bu ikili əsərdə həm də bizə şunçaq rahatlıqni berdi, kənlikni, azadlıqni, rahatlık duyğusunu berdi. İkiləylə şu duyğunu ifadelərlə də avazdıcı. Taşmamat qamma ikili əsərini şundaq yaxşı tanlab beribdi, ballağım şundaq yaxşı maskapdı. Həm də mənim tavsiyəm ikiləylə alıb qalsa şunda yaxşı boğuday. Olmaydı. Aygül müəllim keçirən birini tavsiyə qılan. Birini tavsiyə qilish to'g'ri kelsa, Nijatni tavsiyə qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Haqiqatan Nijat degan chaq yurtim jig'ildab ketib bordi-chu. Men endi naqsh etadigan o'xshaymadim. Xo'sh, Abdulloh. Bu ikkili mahir menimcha Tosh Muhammad ukamning gruppasidagi xeli kuchli yaxshi mahirlar. Chunki hozirgi shu ikkilarning ijrosidan, naqsidan har ikkilisida o'ziga to'lib tashgan ishonch. Anandan keyin aytgan naqshlarda bizga shaxsan menga bir xotirjamlik, bir rohatchilik berdi-da. Har ikkilardan bir-biri bilan selishtig'isiz yaxshi kuchli mahirlar ekan. Har ikkilisi o'ziga taqsim bo'lgan naqshni yaxshi ijro qildi. Endi tavsiyaga kelsam, mana Nijat bu ukimizniki shu to'n ovoz midagi qalinlik xudus ovozdagi shu rohatchilik bak o'zir ekan. Rost aytsiz. Bugungi bo'lib mana naqshini haqiqatan xili cho'ng bir saviya bilan shunchalik rahat, shunchalik yaxshi texnika bilan bir konsert berganda shu bir saviyada aytib chiqdi. Menga bak yardi. Shu mening tavsiyalarim Nijat. Rahmat muallim. Xo'sh bo'ldi. Ovozim tom chiqarishdi. Adam muallim yaraydi. Ovozim tom chiqarishni mashq qilyapman. Biz mush sahnada naqshim bo'lib ketib bormiz, ha? Nijat sen rahmat deb hozir. Rahmat. Rahmat. Ovozi ushqib tushdi. Hazrati Ali muallim. Mening tavsiyalarim Nijat. Rahmat. Rahmat. Abdullah aka, sizning Antoyan ovozingiz qanday chiqdi? Nima qo'sqo'ni qarang-chi. Nijat qila, sening ovozing qizg'inga tushadigan. Xo'sh, unda bo'lsa Shinjanxon muallimning tavsiyasini olib boqaylik. 这两位选手呢，我觉得唱的都非常好，都两首歌不同的风格，但是他们两个人呢都把自己感情啊表达的非常到位啊，最好是两位都选上啊，这两位唱的真的都好啊，从艺术的角度还是从这个感情表达的角度。 两个都很优秀，但是要求必须推荐一位。是，我呢还是推荐这个伊布拉英江。谢谢。好的，接下来我们一起来听一下阿布拉老师的推荐。 Menmo aşağı Şinjanxon ma'lumga o'xshash bunday ikki kayfiyatda bo'lib qoldim. Uning ustiga bu ikki bola ikki naqshni aytibdi. Selish to'g'idek bir yeri qolmadi-chu bu ishning. Menmo bu ikkisini birisini tuyjan qilmay. Senmo Bilalning gapini bir deb qilsa. Emin kayfdan deyishdi ashni. Qani Bilal. Mening 5-chi ko'z qarashim batama deb qo'yay. 5-chilik bo'lsin. Endi mashq jarayonida Tosh Muhammad ustoz bilan meniki hamda yetakchiligimdan to'liq bahramand bo'lamagan yoshi yetakchilikka erishamagan bir o'quvchimiz bo'lsa Ibrohimjon bo'lib qoldi bu yerda. Nemishqa? Yiroq shaharlarda bo'lib qilish o'ziniki muhim ishlari tufaylidan bizniki mushu mashq jarayonida Ibrohimjon shu Tosh Muhammad ustozning bo'lib yetakchiligida bo'lamaganligi uchun menimcha Tosh Muhammad ustoz o'ylagan yoki biz o'ylagan biz kutayotgan nurg'un ba'zi bir hissiyotlar, ba'zi bir yana o'zida turchi qilgan yerlarni to'liq his qilolmadim. Lekin to'liq imammidi degandek. Alloh to'g'ri. Shuningga hamda Nijatkaning bana bugungi sahnada bergan ta'siroti Ravrus o'zi namoyon qila oladi deb o'yladim. Ishonch bilan. Lekin Ibrohimjon hamda tuniga yetib kelgan bo'lsa, lekin bugungi tirishchanligiga nihoyat qoyil bo'ldim. Oxirdagi tavsiyalarim Nijatga. Rahmat, xursand bo'ldik. Unda bo'lsa Tosh Muhammad Batir afandim, sizning
Eng axir qarorınızı hem şundaqla yürek sözleriniz bolsa, his qilganlaringiz bolsa, qo'shib anglab baqsaq. Men uchun haqiqatan ishga zo'r muhim bo'ladi. Har ishkisi intayin yaxshi o'rinda. Xo'sh, undaqda qani mayirlar qulunlarni bersanglar, ustoznimi tanqidchilik desamayli, keskin qaror chiqarish orqali balkim ba'zi dilg'ulchiliklarni tezroq tugatib olg'ili bo'lishimiz mumkin. Men rasmiy qarori dilg'ul bo'ldim, Nijat Azarjim. Albatta, hissiyotingiz hozir chiroyingizga to'liq chiqib bo'ldi. Shundaq bo'lganlik uchun sizni men majburlagan bo'lay, programmamiz qisqagan bo'lsin, bizga keskinlik bilan bir qaror chiqarib bering. Chush jamoatining navbatdagi baygida 2 nafar mayirdan tanlashi bo'lsa, Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Go'har Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Go'har Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Nimishqi mojito davirsa? Hərdən bax Cam ichimlik şirketining yoshdagi bo'lgan eng yangi sovg'isi Cam mojito ichimligi. Mojito ko'ngilga yaqindir, mojito yurakka baridir, mojito sinadidir. Yoshlik va shoshlikning ta'mi Cam mojito ichimligi. Cam mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyamiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Chush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozuqluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi.
Nicat. Mübarek olsun. Savaşdaş Nicat'la kızgan kutlayımız. Sınaqlar keyinki basqışqa texmi yaxshi tayyorlik görüşünü chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Albatta sizlarning hamkorliklaringiz texmi uzun davom etishini umid qilamiz. İbrahim, mübarek olsun. Hayotingizdagi eng go'zal paytlaringiz bo'lgan qutlug' marikangiz sababli balkim xizmatga oz to'la ta'sir yetib qolgan bo'lishi mumkin. Abdulla akamning gapi bor. Rast bu ömürde bir keladigan bir iş. Hem bir buluşunu ümit qilamiz biz şu ustozlarning qo'shilibchi. Her bir yigit ve kızlarımızdan ömürdeki bu qutlug' kunning bir buluşunu ümit qilamiz. Mangulik bo'lishini umid qilamiz. Faqat bo'lmay qolsa chiqadi. O'zimiz deyishib olaylik. Kelar qatim buning hamda farzandim bo'ldi degan xo'sh xabarlarni anglashni xohlaymiz. Ekranimiz orqali to'yini muboraklaymiz. Muborak bo'lsin sizlar bilan billah. Eng avval shu fursatni bergan ustozim Toshmamat Botir ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat chiqqan. Undan biz asli o'qishni boshlab bo'lgancha shu hozir o'qish mazgili xizmat vaqtida menga fursat berib mushaga avatgan idora rahbarligiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shundoqla meni shu beqib cho'nqa ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Undan ayolimni pastda meni saqlab turadi. Rahmat aytaman. Rahmat sizga. Hammaga rahmat. Demek bu musabiqa sizlarning she'rnay mezgillaringizga to'g'ri kelibdi. Shularning qo'shal o'tishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qanday she'rnaydan yaxshi o'tdi bo'ldi. Musobaqa qatnashdi. Skutlaymiz shuna g'anime. İnsan degan hamon o'lmaymi. Skutlaymiz shuna g'anime. Şatgül bilen Örkeş kişiga bir kelsan degan sizdan akşamız bölündü. Bir kelsani avval Örkeş birinci kublet bilen en ahir kubletni avcısının akşamınki avcısını etadigan bulup bu özünün kuyda. Kaynadı dilam ma kuyni yütkep başka kuyga. Sanki Şatgül'ün kuyga ekilip şuna bilen ikinci kubleti bilen en ahirki avcısını Şatgül'gen bir orullaydigan qilib o'shunda holatda bitirib qildik. Ben ballar dedim. Çoğum mening uslubim demez. Özünün uslubuga mendeki kısmen ben öğretken pıraklan tatı. Özününki uslubuga birleştirip jug'urib aç qalsa yani çıraylık bir o'rinda şekil çıkıdı diye ümit ügütüvatımız. Ahırda şu Örkeş inim bilen Şatgül sonumuz var. Zor yaxshi tutulaymiz. Şatgül turgan bilen Örkeş hakim. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Adaş neymiş kılavatsa? Şimdi küçüktaşı ettim şu. Neymiş şimdilikini bilemse bunu? Bilime? Adaş mağdur gen Abdullah Abdurrahim Ustaz obraz vekillikdeki Cam Mojito şimdiki halayımkan tassak olmaydı bunu. Uy hem buldu bu. Yaxşımsizlar do'stlar, men Şatgül Turg'ani G'uljidan bo'laman. Yaxshimsizlar qarindoshlar, men Örkesh Hakim G'uljidan keldim. 6. qarar Altun Güher İpek Yol Sadası 5. sonda chiqdim. Ya'ni Ko'klam degan naqshi bilan 4 ustozni aylantirib Toshmamat ustozning guruhiga kirdim. Birinchi bosqichliq naqsham chiqqandan keyin jamiyatda yaxshi ta'sir qo'zg'adi. Shunaqla ommaning bergan taklif fikrlarim shunday yaxshi bo'ldi. Bu bosqichda men bo'lib bergan mening pek edishim bo'lsa Örkesh Hakim bo'ldi. Anlapla şu pırakkam. Çünkü naqshiga o'zinglar ham texchi. Shunga to'g'ri aytma degan narsa, butkul xiyol to'g'ri aytmada uning pıraklarını yana bir narsaga ko'ngil bo'lg'idek imkoniyat yo'q. Chunki pishiq emasda naqshi. Oxirida Şatgülning o'zining ifodasini yaxshi joriy qildirib, musobaqada yaxshi natija chiqarishini umid qilaman.
Bunda yalğız qalarmıdım bir kelsen Tündü tenha mağarmıdım bir kelsen Bunda yalğız qalarmıdım bir kelsen Tündü tenha mağarmıdım bir kelsen Ötkellerge yetimladek telmirim Jığlam sıra qalarmıdım bir kelsen Ötkellerge yetimladek telmirim Yığlam sıra qalarmıdım bir kelsen Tiken kirdi almam sen Hiç bulmasa bir parça xat yazmam sen Bir kelmesen ulalımga kalmam sen Tündü tenha kalarmıdım bir kelsen kalmam sen Tündü tenha kalarmıdım bir kelsen Buldum bana ay gün sanatkan Bilsen bizni bir cepledin yaratkan Özün buldum bana ay gün sanatkan Bilsen bizni bir cepledin yaratkan Yollarınga qaratkan Seni arman kılarmıdım bir kelsen Uçur vermey yollarınga qaratkan Seni arman kılarmıdım bir kelsen xat yazmam sen Bir kelmesen o alemga kalmam sen Tündü tenha kalarmıdım bir kelsen Bir kelmesen o alemga kalmam sen Tündü tenha kalarmıdım bir kelsen Tündü tenha
Qalarmadım bir kelsen. Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Şinjan Cho'ng'ustam yemaklik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü dereceye erishgan mayirni Şinjan Herdembaq yemek-içmek pay cheklik shirkati jam yurishlik ichimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirni Şinjan imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mayirni Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun başqa yana 6. dereceye erishgan mayirimizga azroq ko'ngil sovg'isi tayyorlab qo'ydik. Bu mayirni Şinjan Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shundaqla qizg'in tomoshabinlar. Sizlarning vaqtlarda elib berilib 6. qaror Oltin Go'har programmamizning 2. bosqichi beyga. Ishki nafar mayirimiz yuqorida chiroyli bir muhabbatlik kuyni tang ijro qilgan bo'ldi. Abdulla ustozning tavsiyasini anglab baqsaq degan ehtiyojimiz bor. Marhamat. Shunda o'g'anda men tavsiyali qilayman dejam. Xo'sh. Jiq gapga sammag'ina men. Bo'ldi ustoz. O'zingiz jiq gap qilib borasiz. Ha, o'zingizning boriya. Chaq. Ya ash og'rimaq ta'ssub cho'shdan. Cho'g'ilib ketadigan gapga. Ha, qani ustoz. Men birdan o'yinni olaymi? Ben Örkeş'ni tavsiye qilaman. Bo'ldi, rahmat. Endi ustoz. Kanundaqda Şinjan Huapandim 爱情男女而成创啊，对，两个人我觉得配合的也非常好。对，男女二重唱要求就是两个人要配合好。从这个演出结果来看，演唱的结果来看，非常成功，非常好。沈建华老师，这首歌的原唱也是我们的大齐老师，也是非常受欢迎的情歌。您觉得这两位朋友在这个二重唱的过程中，谁表现得好？唱的都很好，二位的这个感情都到位了啊，感情都到位了。唱腔上面我也分不清楚，aşu tavsiyeге kese aşu şatkul şatkul 好的，接下来我们一起来听一下艾玉老师的推荐。 Taşımatkamga tavsiyarim Örkeş. Rahmat, xursand bo'ldik. Ablat efendim. Mening tavsiyarim Örkeş. Rahmat, xursand bo'ldik. Doim mushtaq keskin tavsiyalarni qalab qolamiz. Hazreti Ali Muhammed Tursun. Taşımatkamda bu naqsını balla bek chiroyliq o'zlashtiribdi. Ikkilaylan farqlandirgisiz bek chiroyliq aytdi. Mening mo tavsiyarim Örkeş. Xo'sh, Kamiljilan. Shukr, rahmat. Men keskinlam tavsiya qilay. Men Shatkilni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Shatkilga bir qancha ustozlar mayilligini bildirgan bo'ldi. Örkeşni ko'proq ustozlarimiz yoqtirdiganligini bildirdi. Albatta, Bilal bu bir qancha kunda mayirlarni tarbiyalashga ko'p ajr qilgan amra yetakchilarning biri. Minnatdorlikni bildirish bilan birga mayirlarga bo'lgan tavsiyani keskinlik bilan aytib berishga taklif etamiz. Eng avval men Shatkul o'quvchimizniki ig'ir zukamdan to'liq saqayib bo'lmaganligini qilib degimiz. Chunki biz qaydan masjidlarni bog'lashga haqiqatan qiynaldi. Shatkul emas, bizning 3-4 o'quvchimiz shu zukamning dardini bek tortishchi. Hatto Toshkentga naqmaydan isbotlab berdi, hozir yo'tilib turibdi. Hatto o'zi yuqumlanish shundan Shatkulni endi menimcha bugungi hozirgidimi yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaydim, lekin endi men zukamdan ko'rdim endi. Örkeş deb etsam, Örkeş endi bu o'zimning uzun yillik qanday maslahat bo'lsa mendan so'rayotgan, bildiganlarimni izchil o'rgatib kelayotgan elimning birisi. Asosiyatdan burundan tunishadigan deganda deb bo'lgan ekan, qo'limizni qo'yib kimni tavsiya qilgandi? Ya uning aksicha Shatkilni tavsiya qilay. Xo'sh, programmamizning yorqin nuqtasini shu o'yilmagan bir ishlar chiqdi. O'zi tavsiya qilganini unutganligini deb qo'yib tavsiya qildi.
Ama Bilal'ninki demek çoğunu muşu grupimizin yaxşı neticesi için hazır. Başta degandek mayli yaqinlik bo'lsin, do'st birodarchilik bo'lsin, urug' tuqqandochilik bo'lsin, hammasini bir yoqqa olib qo'yib, faqat mushu grupimizniki, tushar gruppasi bir yaxshi natija erishsa degan mudda bo'lganligi uchun shuni Bilal ochiqli da'vatda. Hozir shunday bo'ldi deymi? Hamda men shunday tanlashda bu ishki o'quvchini men intayin yaxshi ko'radigan izchilligi bor o'quvchilarim. Cho'nglarim debdiki, bir cho'ngning gapini anglab, bir kichikning gapini deb. Şinjanxo efendim tavsiya qildi, kichikning Komiljon inim borga, bo'pti men bo'lgan mushu bir cho'ng bir kichiknikiga o'zimning fikrini yug'urib. Qani? Ashar kep bo'ldimi birdan mag'lub meni. Yana bir yig'iz gapi bor ekan. Yo'q. Oxirgi tanlashim. To'xtab turing unda o'zingizlashtirib. Siz meni yetishtirib olmayapsiz amaliyotda. Bo'libmi Shatgul xon qizga nisbatan bu oiladan 2 nafar farzand mushu musobaqamizga alayda yetib keldi. Shundaqla yaxshi natijalarga erishmiş bugungi qadamgacha keldi. Shunlashqa qandaqla bo'lsa ideringlardan o'tdi shundami emasmi? Nijatning demakchi o'g'ni bir oydan bir sil kremdarimiz. Demakchi o'g'limiz programmamizning muhabbat shunchalik cho'nqurki, hatto jamoat olib kelishimi mumkin qarshi olamiz. Undoq bo'ladi. Ta'sir uchirmaydi. Qanaqla bo'lsa. To'xtanglar, billah sizlar qaysi tuqqanlarning gibi qilasiz. Buni deyish bo'lmaydi. Yani bir aylan. Başka grupda. Bo'ladi. Amsi meniki oxirgi qarorim. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetitqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga maykilan. Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izlaguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonlik bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyalsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa kishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyalsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek. Latapetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan.
Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Şatgül. Mübarek olsun. Şatgül Şatgül kutlaymiz. Hem de sizge ahmet dileyimiz. Mübarek olsun. Qandarak hazırlık hissiyat? Obdan. Hazırlık hissiyatımda Özde bek tutup aldı. yaxshi. Aldı bilan rahmat aytaman mush bir necha kundan beri japa tatgan ikki ustozimga, Bilal akamga, Tashmat Botir ustoz ko'pdan ko'p rahmat. Shunlar mishadi menga ovoz qo'shgan ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmatim bildiraman hamda mush programmani ishlab taqatgan mush shirkatlarga, Muxtar Bug'ra ustozga hammalarga ko'pdan ko'p rahmat sizga hamda. Men endi nima uqmay qoldim endi. Navadi mushundaq natija bo'lib qolsa, qandoq qilma deganda o'ylashib baqqanmi? Qanday o'ylagandim bu erkash deb baqa. Kichigimdan tatib shu naqshiga mushu Bilal akamning hamda Bilal akam sababchi bu ishlarga. Kichigimdan tatib, men kichik vaqtimda tatib shu Bilal akamni do'rab, Bilal akamning naqshlarini aytib, oldingi birinchi bosqichda Bilal akamning chiroyli naqsh Rayhon gulini aytib, ustozlarimning mayliqini qo'lga keltirib, mishakash keldim. Shunda xo'shman hozir. Shunlar bu yerda eng yuragimdan bir rahmatimni bildiraman Bilal akamga. Haqiqatan. Shunlar birga Tashmat ustozimga yana bir ustozim qo'shildi hamda yaqinda. Hamda musobaqani hamda hozirgi hissiyotim musobaqa mayli guruhimizda kim mayli tanlansin, shallansin, uni o'ylamaymiz guruhimiz eng yaxshi birisi o'zib chiqsa men shunga qo'shilmay. Anandan keyin hamda ikki ustozim bo'lgandan keyin musobaqalar emas, musobaqadan keyingi tirishchanlik keyingi qadam bosqichlari deb o'yladim. Bilal akamba, Tashmat Botir ustoz ba buning bu yoqiga yaxshi naqshlar ijodiyatlarim bor. Bilal akam yordamida chiqadigan shu naqshlarni keng xalq omasiga sunib, texmi yaxshi natija ilib xalq sunaman degan umidim bor. Bu tirishchan bo'ldi. Amaliyotdan hayatımızda her qitim bizga chiniqish fursati bergan sahnalarga mayli natijamiz qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar minnatdorlik bildirishni bilishimiz kerak. Chunki u bizga hayotda musobaqalarga, mana shuningdek sinoqlarga qandoq yuzinishni o'rgatadi. Shunlashqa sizning dodillik bilan alg'im yenishingizni umid qilamiz. Shunaqla cho'qim pat arda texmi qaltislar qatoridan o'rin olganligingizga ishonamiz. Rahmat. Agar fursat bo'lsa yana qatnashamsa. Qatnashma. Unda bo'lsa bu da qatim 7-qaraliq Ipak yo'li shu musobaqasiga tanlashdan xalqni o'tishlicha shu o'rindiq aylantiradigan mallar. Bir narsa yaxshi saniki sanam bo'ldi. Bulardan rahmat. Chiqib ketmadan seni qaytmag'angan bo'ldi. İnsan degan hamon nima? Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shunaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari Mahirlarga omad tilaydi. Adaş bu yaqinlarga bir xil siz eshitib o'zingni xil yangilik yedigan bo'lib qoldinglar ya ba. Biz azaldan mustaqimiz odash sizning bu jab pazki yapsın nimning imzorning emasmi? Oshtaman mening imzorniki. Kostyum burug'im bir elib bir yurishdan bo'lib ketmaydimi? Buyurmamni qamsa o'zimiz. Buyurmay barimiz aşağı. Baramıqma? İş atlamıyor. Ay barlar siz. 电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾弥勒文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》第2阶段对决赛，我是主持人Nijadı. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shundaqla tomoshabinlar.
Hazır diqqətinizdə buluyatqını Şinjan Tilak məbləğ silish başquruş çəklik şirkəti, Şinjan Həmra Mədəniyyət Taqtiş şirkəti, həm şundaqla Şinjan Buğra Soda çəklik şirkəti birlikdə işləyən çoğ tipki televiziya tor sənət proqramısı 6-cı qarar Altın Göhər Yipək Yolu sadasının 2-ci basqıcı bəyga. Mən riyasetçi Nicat Vəli Yaqub. Ümit benim bilen Raziye sonundaki Pervana'nın bolay. Bunu kızlar fakat orundap bakmagan. Doğru. Ben anlap dikenme ya. Kızların orundap ama. Hem de bu nakşa tallanıp bulaq bekitildi. Ama bayamqı işbadiden bunu mu yaxşı bolduğanlığını ben his qıldım. Musabaqı jarayonigacha çoqum bularmı özdeki en yaxşı bolğan maharatını çıqara alaydı dep oylayman. Raziye sonun bilen Ümit inamga kelimiz yaxşı tilaklarni tilaymiz. Raziye Erkin bilen Ümit Tursun. 21 yıllık taraqqiyot basqıçını muvaffaqiyat besib o'tib guruhlaşqan karxanaga aylangan Şanghay Göhər guruhi mayırlarga omad tilaydi. Nimani xiyol qilyapsan sen? Qarasamda bir nuqta qadilib o'tirsan o. Yani isimga hech bulanmadim, chalchidimmi, yo uxlayman ka. Nimani qayan esingga olamadan? Oynaydigan yavattığı, burun sen bilen bağın var en bir qatam. Oşunda Peziyanın ismini unutib qoldingmi? Tush jamiyati bilyard klubi. Of. Anda 5 qol o'ynab kelamdi. Voy, bo'lsa canım aka bir o'ynagim kelib ketdi. Ko'nglingni tiptimanda mana. Rasmiy canım aka. Manda. Baskan idir tağlar, baskan yeşil bağlar, mum baskan yeşil bağlar. Sen gidip aramım yok ey yürekte eğir dağlar. Sen gidip aramım yok ey yürekte eğir dağlar. Günde görmüdüm seni, Künnide kürer mende. Künnide kürer
bağrımğa basay mende. Ölmesek körüşkende bağrımğa basay mende. Etrafında ay lani divane hem bulay değmen. Etrafında ay lani divane hem bulay değmen. Günde görmedim seni, Günde de küre mende. de kürer mende. Ölmesek körüş kende bağrımğa basay mende. Ölmesek körüşkende bağrımğa basay mende. Bağrımğa basay mende. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan ketbu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atishga qaytmoqchi edim. Uydagi onamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilolmadim. Biz xonim qizlar yanalam shu go'zallikni bakroq so'yimiz, go'zallikka bakroq intilimiz. Men endi shu dilkor kiyimlarni kiyib, shundoq o'zimni boshqacha go'zallik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkor kiyimlarni ilishni bakroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkor kiyimlardan opasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab opirib qo'yay.
sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayıl və mayıl qılğan altın gühər və ay gühər teri asraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşunda büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Gühər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrə sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahəsindəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalat qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Tantərbiyə bilan sənətni birgəlib meňatqan Şinjan Çüş Cəmiyyəti bilyard klubu çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzəllikni söygüç xanım-qızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sübət və pasun cəhətdə xanım-qızlarning alqışığa həm e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimləri proqramımız bilan alayda hamkorlashdi. Qadrli ko'rman do'stim, balkim sizmi menga o'xshash o'rtaq hissiyatda bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bu naqshini ustoz san'atkorimiz, programmamizning bosh yetakchisi Abdulla Abdurim apandim etqini yodimizda bor hamda ajoyib suyib anglaganmiz. Bugun o'xshamagan bir o'rinlash shaklda do'stlarimizga yangicha tuyg'ular bilan yetib kelibdi. Oldi bilan tavsiyaga Abdulla ustozni birinchi bo'lib taklif etdim. Bu ikkisini qara. Naqshni aytib bo'lib ikkisining da turishicha bir xil. Nimani eslat desang, "Ay" deb tursa, unimay birimni o'rayotgan bolalar. Tutmasa unimay tushirib qo'yib ko'ydirib oldi. Ay, bak yaxshi bir shakl desat degandek bu naqshning bu bir muhabbat naqshisi qo'yamdi. Bir intizorlik, bir seg'inish. Qachon aytgan Abdulla muallim? Bu 1000 yil bo'ldi-da endi bu naqshni. Yana o'zim. Mushu naqshni qanday olib tanlab qoldinglar degan so'rmabdi maras. Qanday olib tanlab qoldinglar degan so'rmabdi. Qanday olib tanlab qoldinglar? Mush naqshning sababini deb beraymi? Sen deydi. Bu naqshning sababi Maraziya akam xizmat sababli kep bo'lanmadi aka. Sanlim g'olji bo'lib qoldi. Nima xizmat qilsiz? San'at nöməkli xizmat qildi ekan. Xizmat sababli faqat ayırlanmadi. Udil kep qoldi o'rlash turgan o'yanlari. Manaqshni qizlarniki to'liq bir etib tamomlashiga men rasga qilsam ko'zim yetmagan. Bu sanlim kelgandan keyin hatto o'ziga necha-nechalab dedim. Shu yerda Abdulla akam bor esingizda bo'lsin. Ay settirdi. Bu naqshni sanlar cho'qim bak alayda aytayotmasanlarmi? To'g'ri aytib chiqib kelsanglar bo'ladi. Settirdi. Bo'ladi degan. Uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi. Shahar bu. Shahar bu degan yerga. Bizning Ahmad Darayev bizdan turibdi. Shunchalik men o'zim ansirgan. Mushkaylar mushnaqshni ib chiqishda. Mumkin biz almashtirib baqsaqmi bo'ladi desa, "Yo'q akama, cho'qim ayta olmayman" dedi. Bu qizdiki ash ishonchiga qarab men eng yuqori cheklimini qo'yib turib, o'rindatgan shuningga kuyga kelganda beshim qattiq Abdulla aka. Men Raziyaga dedim, "Mush umid etqaya ishqinglarni kuy kelmaysam, kelidu aka" dedi. Zo'rg'a mani teqi yerim ovoz mening talabimni jaman qilib bergan yerim ovoz qo'ygan. Keldimi deb so'ramoqsiz. Mana endi keldimi? Qanday bo'ldi? Bu ish bunda. Nijat pirim bo'lib ketibdi aka. Sen aytdingmi mana shu qursini? Uga mumkin emas qizbalga to'g'ri kelmaydi. Mumkin emas oxiri. Yoki bu qizbalning kuyiga tushib, u moslashib berish kerak, ya buning bu qiz moslashib berish kerak. O'tirliqdagi eliqi bir yeriga nəhayət qoxdumda. Şu yergimi biraz tərs. Bu sizdeki məsələ emas. Bunu sizni aytdığınızda uqqan bolsaq biz sel tövrə qilib yazıb. Lekin bu şu Raziyani mi çaqçaqmı qildik? G'ayrati bor qizga. Ya ras g'ayrati bor. Abdulla apandim, unda o'z tavsiyangizni anglayli. Sizlar set turdi desa, unimay e'tiborga Raziyani tanlab kelsak. Raziyani mushnaq qattiq cho'ntirib olishda bir sabab bor ekan. Nima? Uni men bilmayman. Uning ustiga darsga qatnashamabdi. Raziyaning bu yani boshqa o'y fikrlar bo'lsa, ma'lum siz orqali biz keyin deyishimiz. Men bugun aqonlib turib, men to'g'ri ish qilmasam bo'lmaydi. O yigitni tavsiya qilay. Umid Tursun. Mening bir qaltis xizmatdoshim bor, Umid Tursun, riyosatchi. Shuning ismini asan tutib oldim.
Kamil. Aldı bilan rahmat sizlarga. Bular bu naqshiniki endi qizvalla nusxasimi chiqsa bo'lganligini bildik mana naqsh orqali. Bundan burun bir qizvalla naqsh aytib boqmagan balkim ekranga chiqqandan keyin nurg'un qizlar sizga ergishib o'rganishi mumkin. Umid fikrimiz bilan chiroyli aytdi, hissiyotlarini joyiga oldim men raziyam tavsiya qilaman. Aygul muallim, sizning tavsiyangiz? Rahmat sizlarga. Mening tavsiyalarim Umid Tursun. Rahmat. Abdul muallim, sizning tavsiyangiz? Bu naqshcha shundoq tövini o'ttirisi yuqurisi ovoz doirasi bir qadar keng bo'lgan naqsh chiqib aytmoqchi bo'lgan naqsh chiqib bir qadar yuqori talab saviya qo'ya oladigan naqshlarning birisi. Abdulla akam ayni vaqtda voyaga yetkazib aytib o'tgan. Bu ikki mayrimizmi yaxshi g'ayrat qilib yaxshi ijro qilibdi. Men desam gaplar jiq naqsh to'g'riliq bu ikkilarning ijrosi to'g'riliq. Mening bevosita tavsiyalarim Umid. Rahmat. Hazratga Ali. Mening bu vaqtmas bilan tavsiyalarim Umid. Rahmat. Xursand bo'ldik. Sinjan Xon muallim. 这是男女爱情唱，而且是一首爱情民歌，用男女二重唱的形式唱，我觉得这个形式首先是非常好，而且他们两个我觉得唱的感情非常到位。mening tavsiyam raziyam. Rahmat. Bilal efendim sizning tavsiyangiz? İşkili sep qalgan ba. Olmaydi. Taşımat ustoz cho'qim texmi yaxshi tarbiyalab, meningcha keyingi bosqichlarga yaxshi sala oladi deb o'ylayman. Mushqaytib ruxsat qilinglar, mushq o'tib qolay. Agar ruxsat qilganmi bo'laydi. Lekin cho'qim birni tavsiya qilsangiz-chi. Unda ishkilisi. Mashqisini yerimdan japlab olmaydi. Ani bani deblar. Ko'rsat birni. Xo'sh. Raziyat tavsiya qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Xo'sh Muhammad Botir efendim, nurg'un tavsiyalar bo'lindi. Meningcha tavsiya siz holatimi, siz bularning bir qancha kundan buyongi ifodasi ham shundaqlar sahnadagi holati ijro qilishdagi qobiliyatiga asosan o'zingizning ma'lum bir ideya tug'ilgan. Albatta tavsiyalar paydo bo'lgandan keyin ideyalaringizda texmi muqimlashtirish bo'ldi va yoki o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Anglaydi jurak so'zingizni. Albatta, endi bugun o'rindash kelgan chaqda Umid yaxshi o'riladi. Endi Raziyaniki ham ahvollarini dedik, ammo Raziya haqiqatan yaxshi bir o'rindash talantiga ega bu singlim uchun. Birsida bitmas tugamas jasorat bor. Birsida men zo'r tirishchanlik bor, Umiddimi nihoyat zo'r tirishchanlik bo'lyapti. Qani, birodarlar. Qadrli ustoz, sizga tasbih bo'lyapti. Lekin ekran oldidagi barliq ko'rmanlar bu tanlashtimi to'g'ri bir taraf qila oladiganligingizga ishonadi. Undaqda tush jamiyatining navbatdagi baygida tanlamoqchi bo'lgan mahiri Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Herdembag yemek-içmek paychek şirkati mahirlarga omad tilaydi. Huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yor bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Bugungi faoliyatni nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni.
Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyle öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu u? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetitqo'lari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücrelerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzüp, yumran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü del kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chirayliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa kishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tikta o'skuchilari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Ikkilisini olib qolay. Muborak bo'lsin. Qizg'in qutlaymiz ishbilatar mayirimizdan keyingi bosqichga dağdan qadamlar bilan yo'l ilishni umid qilamiz, biroq texmi yaxshi tayyorlik bilan xizmatga ta'sir ko'rsatmagan asosda programmamizga aktiv qatnashishinglarni ham umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Yana bir jup mayirimiz Mehmet Yalqın bilan G'ilman. Bu ikkisidagi berilgan naqsha hech bilmadim. Hiç bilmedim. Hiç bilmedim. Bu yana şu ustasızның naqshingiz. Meniki bu 2000 yılı işlige icad ettimdi. Bu G'ilman degan yana qatnashgan chaqda baş telkitag'ini aytgan. Men shu chaqda o'rindiqqa qarab o'tirmay bu baldagi darajadan tashqari jiddiylashni men anglab bo'ldim ovozimcha. Chunki nurg'un bolalar yaxshi o'rindaydi. Biroq jiddiylashgan chaqda butunlay bu o'rindashdan chiqib ketib qoladi. Balkim ba'zi anglashda ajab bir azroq ovozini masala bo'lsa-mu bu o'rli va da bu ustozlar deydigan fikrlar bo'ladi. Albatta ularning bu fikrini xato degan bo'lmaydi. Ammo mening ko'ginim u baldagi mushu birinchi bo'lakdan o'tib ketsa cho'qim ikkinchi bo'lakda bu baldagi jiddiylik tugasa o'zirkinasini chiqara oladi degan. Endi yaqin mashq naqshi bo'lingandiki qarasam bu bola boshqacha G'ilman bo'lib ketdi. O'kinki talkitag'ini aytgan G'ilman emas, biroq qarasam voy bu yaxshi. Kelemsi yari hiç bilmedim. Sevgelsini küttüm kançadım. Kelemsi yari hiç bilmedim. Sen Mehmet Yalqın şu ben tırışçılık vallahi. Umumu özüge xas bir xil şunda chiroyli insisi bor ekan, ovoz tusi bor ekan. Puraq jihatdan ba'zi bir masala jihatda yana biz mashq jarayonida o'ngishib olsak, bu ikkisimi
yaxshi bo'lgan natijalarga erishadi. Mehmet Yalqın bilen G'ilman Inova yaxshi natijalar bo'lsin. Endi maydonga chiqadigan maylarimiz Mehmet Yalqın Abdurahman bilen G'ilman Abdusalom. Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Müşkot adaş? Adaş bugün bazardan altın gör mahsulotlardan bir yüz setib olgandim. Shuni sinaq qilib o'ltirdim adaş. Shuni sinaq teran shuncha yaxshi ekanda adaş, men olay degandim. Jur adaş, bozorga berib setib kelaylik. Köyge sana küttüm kançedim, kilemsi yarı hiç bilmedim. Süygensini küttüm kançedim, kilemsi yarı hiç bilmedim. Ben avare buldum koyumda, bilemsi yarı hiç bilmedim. Ben avare buldum koyunda, bilemsi yarı hiç bilmedim. Başkalarının yarları gibi söylemse yar hiç bilmedim. Başkalarının yarları gibi söylemse yar hiç bilmedim. Ben bu aşk sana bir ümit, sen köyem sen hiç bilmedin. Ben bu aşık sana bir ümit, sen köyem sen hiç bilmedin. Sen idi cemalını da, gelmedin geri hiç görmedin. Görsem idim cemalını da, gelmedin geri hiç görmedim. Hiç görmedim can, hiç görmedim ya, cemalını hiç görmedim. Hiç
Körmüdüm canım, hiç körmüdüm yar. Cemalını hiç körmüdüm. Cemalını hiç körmüdüm. Rayonumuzda güzellikni söygücü hanım kızlarının aldın tanışı bulup kelayotgan süpat ve pasun jihatda hanım kızlarının alqışıga, şundaqla itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari Mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan Mahirni Shanghai Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekilish şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü dereceye erishgan Mahirni Xinjiang Herdembaq yemek içmek pay cheklik şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 4. derejelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 5. derejelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa yana 6. derejaga erishgan Mahirimizga azroq ko'ngil so'g'is tayyorlab qo'ydik. Bu Mahirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydonda hurmatli tomoshabinlar, Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamiz nihoyat yaxshi davom etyapti. Chush jamiyatining belgisimi intayin qiziqyapti. 2 nafar Mahirimiz bir naqshini o'xshamagan hissiyotda bizga tamomlab berdi. Qanundaqda tavsiyalarga quloq solaylik. Hazrati Ali, sizce bu 2 nafar Mahirimizning qaysini tavsiya qilishga arziydi? Bu naqshni ishkaylan bak yaxshi etib berdi. Haqiqiy bak cho'kib turib aytdi. Anda menga o'zgacha ta'sir qilgan Mehmet Yalqunninki o'zgacha birlikqa alayligini ancha-muncha qo'shib turib aytishma alayligi meni o'ziga jalb qildi. Shunga mening tavsiyalarim Mehmet Yalqun. Abdulat muallim. Yanıla o'xshash bu ishki Mahirninki shu naqshini ijro qilishdagi texnik seviya, ahvoli asos jihatdan kamchiliklarimi o'xshash, ortiqchiliklarimi o'xshash bo'ldi. Kichikgina qisman shu bir aytish hissiyotidagi bir o'zgachilikni ko'z tutib, mening tavsiyalarim Mehmet Yalqun. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul xonim. Mening tavsiyalarim G'ilman Absalom. Xursand bo'ldik. Men Qosimat Ustozga G'ilman tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik, rahmat. Abdulla muallim. Kalmanda. Shunday bo'ldi, besh kelisi baland bolaligi. Bundan keyin davomliq shunda isil naqshlarni voyaga yetkazib etishni davomliq tirishishni umid qilaman. Men Mehmet Yalqunni tavsiya qilay. Xo'sh. Xinjiang xalq, sensan. Men Mehmet Yalqunni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Bilal efendim, undaqda siz arzu yetakchisi, hamroh yetakchi bo'lib sifatingiz bilan bu ikkisidan qaysini tavsiya qilasiz? Yetti qilsa ko'mamda o'quvchilarning imkoniyati yo'q. Rost desam bu ikkisiga aytayim, faqat ayirib qolg'im yo'q, lekin cho'qim qoida tuzib shunda bo'lib qoldi. Haqiqatan ikkilisini shilisi bor. Masalan, Mehmet Yalqun ustozlar degandek o'ziga alayliklarni qo'shib aytyapti-da, G'ilmanmi ham shu. Endi men G'ilmanni tavsiya qilay. Xo'sh, xursand bo'ldik. Tosh Muhammad Batir efendim, yana o'xshashlam jiddiylashadigan, ishkilinadigan paytlar aytib keldi. Bu 2 nafar Mahirimizdan qaysi bugun ishtaharingizga bakrak yoqqandi? İştaha her şekil siyahtı. Xo'sh. Her şekilsin o'ziga xos alaylik va ballar. Biroq hozirgi mushu guruhimizning san jihatdan bo'lsin, mush programmaniki qaysi jihatdan bo'lsin, cho'qim birini tanlashim kerak bo'lib qoldi. Bunda ahvolda bu ballarning birini tanlab, birini shalab qo'yib qandaydir shalinib ketgandan keyin yetersizlikning bo'lganda emas, faqat guruhimizga sal azroq bir qadam bir chimdim bo'lsin, ortiqchilik va ballar bo'lsa, ko'proq bo'lsa degan umidda qarorimni her şey kelsak shunday qiymatliman. Qadrli birodarlar, qulinglarni bersanglar. Mayli, navbatdagi natija qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar, Tosh Muhammad Batir muallimning guruhida turib, o'rganish fursatiga tang taraqqiy qilish, yetaklanish sharafiga erishish bu bizning hayotimizdagi go'zal bir chashma deb o'ylayman. Taylaylikkansizlar, albatta shaxsan nurg'un o'quvchilar yana mush fursatga ega bo'lolmayotdi. Shunlashqa qaror
tanlashning qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar bajandillik bilan ma'qul kelishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ustoz, sizning tanlashingiz? Mening oxirgi tanlashim Mehmet Yalqın. Mübarek olsun, kızgın kutlayımız. Hayırlık bir geçtirin, keyifli vakit görüşelim. Mübarek olsun. Qandaq? Yaxshi. Qandaq yaxshi? Aldı bilan shu aldımızda o'tirgan barliq ustozlarga, bo'lib Muntash Mahmud Botir ustoz bilan Bilal ustozga chin ko'nglimdan rahmatlarni bildiraman. Shundaqla mening san'at hayotimda bo'lib shu programma qatnash jarayonida menga yaqindan madad bo'lgan oilamdagilar, onam, ham ayolim, do'st birodarlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Menga yana fursatlar ko'p deb o'ylayman. Programımız ümidvar dostlarını bek yaxşı gördü. Fırsatның uzulup qalmaydiganligi, qadamlarının davamlıq algı ilgirlaydiganligi işindigan kişiler bilan yana davamlıq səfərdaş buluşunu xalaydı. Şu vəcdən işinimiz ki, sahnədə həmkarlıqlar, türlü səbəblər programımızın ehtiyacı vəcdən muşinçilik davamlaşqan bolsunmu, biroq sahna ayaqlaşqandan keyin programımız tügəgənində Taş Muhammed Batur əfəndim, həm şundaqla Bilal əfəndim yana davamlıq sizlərə aki ini ustoz qeyrindosh bo'lib, o'zining eng yaxshi dono maslahatlarini ko'rsatadi. Albatta. Qani, ustozlar bilan bir qo'shilishlar. İnsan degan hamon nima? Skutlaymiz shuni ham yema. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli faollikchi ustozlar, shundaqla qizg'in tomoshabinlar, sizlarning ishtirok qilishinglar, shundaqla yaxshi maslahatlaringlarni aymasliqinglar bilan mana hammamizga ayon bo'lganidek, Tush jamoatining 6-qaror Oltin Go'har Ipak Yo'li sadosi programmasidagi keskin baygisi mushada oxirlashdi. Biz oxirida Tash Muhammed Batur apandim yetakchiligidagi, shundaqla Bilal Anvar apandim hamroh yetakchi bo'lib atgan birodarlarimizning keyingi musobaqalarda texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildirish bilan birga bu programmamizni mushada oxirlashtiramiz. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Ipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Avazlar seynasi, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigarası. Hoş avazlar seynasi, İpek yolu sadası. Seferde, bektikler
güller zaferde İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası